Hurmatli obunachilar, albatta Farg'ona mashina bozorida Nexia 1, Nexia 2 lardan ko'rsatib o'tdim. Videoga like bosib obuna bo'linglar. Yangilardan ko'rsatdik, ya'ni eskilardan yo'q. Yangi, ya'ni oldingi videolarda chiqmagan mashinalardan ko'rsatdim akalar. Bo'lmasa, o'zingizga ma'qul kelgan, bemalol to'lovini qilib sotsangiz, sotsangiz bo'ladi. 99-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 dan boshlab o'ramiz akalar. Farg'ona mashina bozoridamiz. Nexia so'raganlar, qiziqqanlar bo'lsa bir boshdan o'zingizga ma'qul kelganiga to'lovni qilaverasizlar. Borib ko'rib minib, bemalol kim kelsangiz bo'ladi. Diskalar, saka diska, archa balolar qo'yib qo'yilgan. Siznikimi bu? Bo'ldi. Qani, kapotda kraska. Ochingchi buni. Kraska polniymi yo? Nech foiz aka? Bor endi. Sonstran biliyor. Propanda ekan ha mashina. Roli gidirar ekan. Tepalari shuncha bo'lgan ekan, mana qarang. Bo'laveradi. Aha. Motor hadolarida ish yo'q. Diskalar ko'ringlar, qilich saka diska ekanda bu. Variantga ham chiqaraveramiz aka. Variantga qancha pul bor? 1200 pul borga beraveramiz. $1000 pul bo'lsa nima bo'ladi? Keling so'rasizmi? $1000 pulga akalar mana. Kelib so'raman deyapti unga ham. Propan. Taglari ham shunga bo'lgan ekanda. Tamam. Yonbosh qolmabdi-yu bu. Nima bu? Nech pul qilib berasiz aka buni? 2,5. 2,5 dan tushib berasiz. Kami bor. 1000 ga berib yuborasiz ekanda. Ha, aytyapti-ku $1000 ga berib yuboraman deb. Variant. Ha, o'sha aytyapman-da. Variant bor. 1500 puli bor kelishaveradi-yu masalan, to'g'rimi? Telefon qilib kelsalar ham bo'ladi. 2,5 dan tushib berasizlar. Telefon nomer 94 lik. 735 2600. Qayerdaki bu? Oltiariqdagi. Generalni bo'ladimi? Nima rasxoti bor mashinada? Rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q. Motorda, korobka, hadolar yaxshimi? Bo'ldi. Yili nechi buni? 2007-yilda ishlab chiqarilgani ham bor, hurmatli obunachilar. Buni ham bitta ko'ringlar. Nexia'ga qiziqadigan akalarimizga jo'natib qo'yinglar. Bu-ya? Qancha yurgan o'zi maslahat bu? 230 bo'lgan yo'q. 230? Masla bo'ladimi 230? Qaranglar, 2007 konditsioner bor. Yangi Rollar gidirar ekan, metani bor. Yangi akkumulyator qo'yib qo'yilgan. Sonstran biliyorda akalar mana. Tombalari ham mana butun akalar. Qaranglar mana. Yoriq joylari yo'q umuman. Oqqan joylarini ham men ko'rmadim. Endi tozalab qo'yganmiz, bilmadim. Ata kraskasi toza, ha? kraska 2 don petnochasi. Ha, petno bor ekan. Bu polilarni ham olib tashlagansiz shekilli. Polilar radnoy. Radnoy qilib qo'ysiz, ana. Bo'ldi. Yaxshi. Aha. Alloh yaxshi mana. Mashinamiz metanda. Ha, metanda. Qani? Ochinchi aka orqasini? Orqasi. Qulibmi? Kapini olib ketib qolish. Kechda qana ketasiz? Peshkom ketasizmi? Tak, hurmatli obunachilar mana. Ko'ringlar, kalit olgani erinyapti bu bola. Qanaqa bola ekan, sotmaydi shekilli. Qancha qilib beramiz aka mana? Ключ, zapaska, ona taglari akalar. Qancha qilib beramiz? Metani bor. 42 so'rayapti. $4200. Kami bor. Kami bor. Qanchaga bermadingiz? 39 ga bermadik. 39 ko'rdi bermadilar. Qayerdagi o'zi bu? Bu Marg'ilon. Marg'ilonniki. 3900 ga bermabdi akalar. 2007 da yili. Qo'shganga sotilar. Konditsionerlar ishlaydi. Telefon nomer 91 lik 665 90. Ha bu 14 da narxini aytib qo'yapsiz. Qana bo'ladi bu? Radnoy mashina. Mazza endi, radnoy bo'lsa sal qimmat yuqorilar ekanda. Gap yo'q lekin. Endi oliydoqon odam kelib bozorini qilinglar obязательно. Va haliga nima deydi, qo'lni siltab, ha, keyin kelishilaveradi-da. Hozir bu yerda hamma o'zini xohlagan narxini aytib qo'yadi. Va pul sanagan odam hisob, to'g'rimi? Bo'ldi. Generalni bo'lyapti, xullas. Hop. Mana yana bitta Nexia 1 akalar. 2008 bu oxiri ekanda, ha? Bir qo'l minilgan. O'xti, michiyatlar tashladingiz aka uni. 1.5. Metani bor akalar. Prostoy ekan aka? Prostoy yo'q.
Tozami? Bor ha, aytbetida bor. Holatlar. Ko'rinishlar akalar. Ana 10 mingga to'rttadan bo'lib ketdi bari. 100 talik temir metan aka. Zapaska bormi? Taglari ham nima bo'lgan shekilli buni? Yopilib. Butun mashina. Hurmatli obunachilar, qiziqqanlar bo'lsa, albatta bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Oliydoqon insonlar qilsalaring yaxshi bo'ladi. Mana chiroyli narxda qilib beraman deyapti. 8 bir qo'li minilgan. Narxi 3,5 ming dollar. Kami bor. Bor. 3,5 ming dollar kami bor. O'zingiz kelib kraskalarni tekshirtirib olaverasizlar. 1.5 motorda metani bordan akalar mana. Narx qildimi? So'rayapti, ha? Variant ham bo'ladimi? Generalni berasizmi? Telefon nomer. 90lik 787 3007 raqam chiqishadi. Dokument tamommi yo'q, ha? Bo'ldi. Tak, 2001 ham bor, hurmatli obunachilar. Buni ham ko'ringlar. Parallel lupash. Unaqa shekil, ha? Butunmi? Butunmi? Pulib-ku bu? Sheridagi pulib ketdi. Son starambilyorda ekan. Qancha so'rayapti buni aka? 3200 so'm. 3200. Telefon nomer buni? Anikini o'zi. Ikkoviga 90lik 787 30 07 raqam chiqarasiz. Ikkoviga bitta nomer akalar mana. Egasi yo'q. Ko'rsatib qo'yaman akalar mana. Qiziqlar telefon qilib kelishib olsangiz bo'ladi mana bunga. Mana yana bitta Nexia bor akalar. 2004-yilda ishlab chiqarilgan. Tozami bu? Toza kraskasi mana. Son starambilyorda metani bor, rollari gidrolika. Mana ko'ringlar. Belgisi ham. Bu ham radnoy, ha? Radnoy. Ketnoy ham. Qancha yurgan mashina? 290 ming. 290 ming yurgan. To'rtta bo'lgan yangi. Shumkalari bo'lgan. Mana. Ko'ringlar, pulilari. Chexol ham yo'q bo'lgan ekan. Elektriskiy ekan, polni. Mana orqasi temir metan. Zapaska, dankarat, kuluch, buluch hamma yo'q. Mana taglar ekan. Mana. Generalsiz qilib berib yuboraveradi. Kammaga ahvol chiqyapti. Ay, bu yo'q, rasxot yo'q. Ob minadi faqat aka, ha? Bo'ldi. Necha pul qilib beramiz endi aka buni? 4800 dan beramiz klientlaringiz. 2004. 4800 dan tushib berasiz. Bir qo'l. Bir qo'li bu yil. Necha pul qilishdi bozor aka? 4000 qilishdi. 4000 naqd ko'rdi yana, bergayiz yo'q. Hozir deysiz, ha? Telefon nomeringiz? 93lik 095 095 52 52 55 raqam chiqishadi. Bo'ldi aka? Xo'p. Tak, 2005-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar mana. Yana bitta Nexia bor ekan. Mashina o'tab turibdi. Bakoylar qo'yilgan ekan. Qani motorni bitta ko'raychi aka? Mana. Bu kraska bormi aka bunda? Kraska asfijit bo'lgan aka. Ha, polni, ha? Orqa old udari yo'q uni. Ha, butun, ha? Biroq charchabdi-yu, ha? Qatib qolibdi. Nimami? Tortishmi? Og'irda kapot aka. O, ichkarida yotgan deyapman. Uxlab qoldi deyapman. Yo'ldan kelganmi? Konditsioner, sonstramli, rollari gidrolika. Ha, konditsioner ham ishlaydi, ha? Ishlaydi. Bo'ldi. Bu almashgan ekan, ha? Nima almashgan? Kraska ekan, demoqchiman. Ha. Suya butunmi ishlam aka? Oldi? Qani orqani ham bitta ko'raychi aka? Orqasini. Orqani ochaylik. Ha. Aka narsalar ko'p. Yog'i? Bitta bosib turasiz. Ha, bo'ldi. Temir metan akalar. Ha, ishda Zapaskalari bormi? Ya, bo'ldi bu. Zapaskasi yo'q aka. Ha. Zapaska yo'q. Kulich. Kuchlari bor. Bor, ha, kulichlar bor, ha. Bo'ldi. Yurgan qancha dedingiz buni? Yurgani ko'p aka. Ha, endi bir qo'rishga. Tablo ishlayveradi aka.
Ha, ishlamadimi? Tablosi. Poligi yo'q ekan lekin, ha? Ha, poligi bor, linomi yo'q ekan. Necha pul qilib berasiz? 3200 aytyapmiz. 2005 yili 3300 Bo'lisi 3000 ga beraman. bo'lar 3000. Bo'ladi. 2700 atrofida naqd puli borlarga kelishadigan joylari bor, ha? Kelishiga. Bo'l, telefon nomeringiz. 87lik 87lik 804 804 55 11. 55 11 raqam chiqishaveradi. Qayerdagi bu? Farg'ona. Farg'ona. Generalni berasiz, ha? Generalni beraman. Bo'ldi. Buni yilichi aka? 2007. Kraskachi bunda necha foiz? Asbijita. Bo'ldi qilib yuborganlar, ha? Kaput o'zi ko'rinib qolibdi-da kraskalar. Motori yaxshi, ha? Oching. Motorlari yaxshi akalar. Qilib qo'yilgan, motori. Guru 5. Tak, ruli gidravika, metani bor akalar mana. Ko'ringlar. Rasxod yo'q motorda, ha? Yo'q, hadovlari. Ular qilingan. Chexol, polis, nom, bar, magnitofon, pult, hamma yo'g'i bor akalar mana. Ko'ringlar. Mana orqalari. Elektrический. Ishqibozlar bo'lsa, telefon qilib bemalol kelsangiz bo'ladi. Temir metan. Tagi. Zapaskasi bor. Kulishlar yo'q ekan, aka lekin. Ah, ko'rdim bugun. Onu shunqam deyman, ha? Eshigi ham og'ir. Necha pul bozori bo'ldi aka bugun savdosi? Qancha? Aytavering aka, buncha atrofida chiqishdi. 2,5 so'rayapti. Aha, kami bor. Oxiri bo'ladi, ya'ni 2100 dollarga beraman. Bo'lar 2100 mi? Yili 2007 aka, yaxshida yillar. Ha. Telefon nomeri aka? 93lik 90'lik 731 731 4455. 4455. To'g'riga bo'ladimi aka? Naqd pul bor, afsona tibidan chiqdim desa. Qilib berasizmi? Kelishersiz. Bo'ldi aka, bozorchisiz. Nexus 2larga kelib qoldik akalar mana. 2009-yilda ishlab chiqarilgan mana. 1.6 metallari bor ekan akalar. Rullari gidrar ekan. Ya bu kraskachi aka? Eshikda yo'qmi? Bunda. O'tmagan, ha? Pollik, chexol, bar, magnitofon hamma yo'g'i bor akalar. Yurgan 397 mi yurgan? Mana. Bir qo'lmi aka bu? Nimami? Tirikchilikmi? Tirikchilik, ha? Chexolni ham zo'rnib qo'ydi-da. Ko'chati ham bor ekan. Buni ham berib yuboramizmi? Ko'chatni ham ber. Ha, bo'ldi. Ko'chatlarigacha bor ekan. Gurillaydimi bu? Bossangiz? Qani bitta eshitaychi? Mana ishqibozlari bo'lsa, mana bunaqasidan ham bor. Aka, necha pul endi aka bu? 3400. Kami bor. Qanchaga bermadingiz? 31 ga berdim. 3100 ga bermadingiz. Qo'shilsa. Naqqa berasiz, kelishasiz, to'g'rimi? Bank qilib beraman. Cheres bank ham bo'laveradi. 2009 akalar telefon kelsangiz bo'ladi. Telefon nomeri 90lik 385 385 24 2422 raqam chiqadi. Qayerdaki? Quvanniki. Generalni bo'ldi, ha? Xo'p. Qaranglar mana yana bitta Nexia 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Sonstramblorda rollar gidravika, metani bordan akalar mana. To'rtta balon yangi. Balon yangi buchi bu? Butunmi? Oldilar? Aha. To'rtta balon yangi qo'ygansiz. Kraska qayerda bor o'zi? Ha, asbijit bo'lgan kraska. Shunqami mashina? Og'ir-ku. 4 eshik shunga qo'li chexol bo'lgan. O'zingiz mana yo'q, dehqonchilik. Dehqonchilik mashina. Olaveradi. Balonlar ham 14 ekan, ha? Qani ochishmi?
shumka bo'lgan ekan, ha? Metani 24. Metan 24. 33-yilgacha. Voy voy. Akkumulyator yangi. Akkumulyatorlar yangi. Kraska bor. Asbjit bo'lgan polniga-da, to'g'rimi? Polni. Udari yo'q. Udar yo'q, kaltak yo'q. O'zingiz minilgan mashina, ha? O'zim mana yurgan mashina. Tirikchilik basta, to'g'rimi? Hozir shunday mo'yga qilib olib chiqyapmiz. Ha, qancha qilib beramiz aka? 29dan tushib beramiz, faqat o'zlar o'tkazib olishadi. Unga $200 o'tib beramiz. 50 kellikdan. 50. Bo'ldi. O'tkazib olishga 50 kellik qilib beraman deyapti akalar. 6 bo'lsa qancha endi narxi ham bugun? 2000 ga bermamiz. $2000 ko'rdi. Sotmadingiz. 2006 $2000 bermabdi akalar. O'zimiz o'tkazib olamiz. 2000 ga deyishdi yo'q. Ha, qo'shadi shunga xulasa. 100-200 bilan bitar ekanda, ha? 100 qo'shsa berasizmi obunachilarga? Bir foydalanadi endi aka. 200 desangiz o'tiraverasiz aka. Narx puli bor keladi. Olib ketaveradi. Telefon nomeringiz? 93lik 078 078 70 90 raqam chiqishaveradi. Dokumentimmi yo'q? Qo'qon shahar. Nimaga endi o'tkazib oladi deyapsiz aka? Sabab? Egasi Ha. bermayman dedi. Bo'ldi. 2006 28 sotilibdi. Bitta xonadagi kraskasi bor. 2800 ga sotilibdi akalar bu. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. 20-30% kraska bor. 248 ming yurgan mashina, ha? Bo'ldi. Oldi ochiq ekan o'zi, ha? Tormozlar, ha? Aha. Tormozlar epika bo'lsa, vakuumi ham zo'r ekanda, ha? Eshiklar shumkami aka? Sons gibrid akalar. Konditsioner bor, roli gidrar ekan, metani bor akalar. Epika tormozlardan qo'yilgan, to'g'rimi aka? Epika. Logolarni ham ko'ringlar mana. Xo'ja qilib tiktirilgan. Qancha yurgan? 248 ming yurgan. 15 yili. Dankarat kuluchi, zapaska, taglari shumka, hamma yo'g'i bor ekan, mana. Bu taslatilgan shekil, ha? Narx qilishdimi aka buni? Qanchaga? 38 ga bermadingiz. 4,5 kam bor deyapsiz, ha? $4,500 so'ralyapti, kami bor. $3800 narx qilib bermabdi. Qo'shilganga sotiladi. Narx puli bor ekan. 15 yil, ha? Telefon nomer 90lik 200 30 40 raqamga chiqishaveradi. Bo'lardi aka. Generalda ham bo'ladi, ha? Lekin любой dokument. Xo'p.